Yana bitta savol kelgan. Menda seroz 4-daraja deyishyapti va faqat davosi jigar persatkasi deyishyapti. Nima qilay? Avvalambor jigar sirrozi 3 ta klassga bo'ladi, 4 ta emas. Klass A, klass B, klass C. 4-chi yo'q. Bu persatka to'g'risida ham alohida reliz qilamiz, chunki buni aynan chuqur tushuntirib berishga to'g'ri kelyapti. Klass A da biz aytamizki, hali shu jigarni o'tkazish vaqtliroq. Sizda shans bor. Bu surunkali gepatitga o'tish mumkin deb aytamiz. Lekin B ga o'tganda, klass A sirrozi B klassiga o'tganda aynan shu paytda qilishga to'g'ri keladi, chunki bu yerda u jigarni sog'lom to'qmasi qolmasdan, qorin bo'shliqlarida suyuqlik yig'ilib, oyoqlarni shishi va boshlanganda bu уже B klassi bo'ladi va B klassda zudlik ravishda o'sha transplantatsiya qilishga to'g'ri keladi. A C klassi bo'lsa, unda o'sha transplantatsiya ham yordam bermaydi. Nima uchun? Chunki boshqa organlarning ham funksiyasi, ya'ni boshqa organlarning ham ish faoliyati buzilgan bo'ladi. Biz faqat jigarni transplantatsiya qilgan bilan bu muammoni hal qila olmaymiz. Chunki o'sha yerda buyrak yetishmovchiligi, o'pkada muammo, yurakda muammo, boshqa organlarning ishdan chiqishi albatta bu yechim bo'la olmaydi va hech qanaqa transplantatsiya yordam bermaydi.